Ramazon oyida o'qiydigan shogirdlarimga ikkita yangiligim bor. Birinchisi, Alisher Ahmedov reabilitolog endi sizlarga imkoniyati cheklangan bolalarda LFK mashqlarini o'rgatadilar. Ikkinchisi, Ramazonda o'qigan o'quvchilarimga onlayn kursimizni bepul beramiz, ya'ni hadya qilamiz. Bilasizlar, Toshkent shahrida eng zo'r o'quv kursi mana o'quv kursim. Bunga 100% kafolat beraman. Chunki bizda vrachlar dars beradi. Ortoped, pediatr, gerodoterapevt, reabilitolog, logo massaj o'rganasizlar, olovli bonkali massaj o'rganasizlar. Men sizlarga osteopatiya va bolalarda nevrologik, ortopedik massaj usullarini o'rgataman. Praktika jarayoni klinikalarimda bo'ladi. Bizi o'quv kursimizni har bitta bergan bilimimizdan sizlar daromadga kirishinglar uchun hattoki quloq teshish darslarini ham kiritganmiz. Bizda xalqaro diplom olasizlar, o'quv kursimiz 1 oydan oshadi. O'zlashtira olmasanglar bepul yana 1 hafta praktika jarayonini qo'shib beramiz. Demak, 15 fevraldan yangi o'quv kursim boshlanadi. Bemalol yozilib olinglar.